Navbatdagi savol. Ustoz, qanday qilib ixlos bilan Allohga muhabbat qo'yishimiz mumkin? Odatlanib qolgan gunohlarni qanday qilib tark qilish mumkin? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Juda yaxshi savol bu. Ixlos bilan Allohga muhabbat qo'yish qanday yo'li buni? Juda kerakli savol bu. Hammamiz muhtoj bo'lgan savol bu. Buni yechimi Allohni tanish bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni tanigan odam illoki Allohni yaxshi ko'rib qoladi. Birinchi muhabbat, birinchi amal inson qalb amallaridan birinchi kelayotgani muhabbat bo'lar ekan. Chunki tanida yaxshi ko'rib qoladi. Masalan, odam bir ayolni nimaga yaxshi ko'rib qoladi? Tanigan, uni chiroyiga mahliyo bo'ladi, uni so'ziga mahliyo bo'lishi mumkin, odobiga mahliyo bo'lishi mumkin. Qandaydir tomoni yoqadi, muhabbat deb qoladi o'rtada. Endi buni nimasida Allohni odam tanisa, Allohni jamoli, Allohni qiladigan lutfi, yaxshiligi, karomi, mana shu narsalarda inson tanigandan illoki shunaqangi muhabbat keladiki, bu odamga bo'lgan muhabbat hech narsa bo'lmay qoladi Allohning muhabbatidan oldin. Ana shu insonga keladigan muhabbat bu Allohni tanishdan keladigan narsa. Ixloschi? Ixlos ham xuddi shunday. Ixlos ham Allohni tanigandan keyin faqat o'zini istab qolasiz. Faqat tanisangiz o'zini istab qolasiz. Agar tanimasa keyin odam, masalan, bir xil odamlar bir narsani, bir ne'mat deb bilgan narsasini bilsa, faqat o'shani istaydi, chunki sizlar bilmaysizlardan uni deydi. Sizlar bilmaysizlar, agar uni bilganlaringda sizlar ham o'shani nima qiladi. Masalan, biz bilmaymiz, sherigimiz bitta narsani biladi. Bir joyga borib kelgan, o'sha joyda yaxshiliklarni ko'rgan, biz bormaganmiz. Xuddi masalan, misoli Makkaga borib kelgan odam. Makkaga borib kelib, Ka'bani u joydagi lazzatini ko'rib kelgan odam yana borgisi kelaveradi. Endi bormagan odam bo'lsa unchalik emas, bormagan odam unchalik darajada ishtiyoq bo'lmaydi. Nimaga desa, chunki bormaganda bu. Bilmaydi, ko'p ko'rmagan bilmaydi. Ko'rgan odam yana ham bu narsada odamda muhabbat bo'laveradi. Xuddi shunday Alloh taologa bo'lgan ixlos bu ma'rifatdan kelib chiqayotgan narsa bo'ladi. Ixlos, muhabbat, sidiq, bu qalb amallarini hammasi ma'rifatdan kelib chiqadi. Shuning uchun Allohni tanish darslarimizda biz bu haqda alhamdulillah ko'p darslar qilganmiz. Salomat qalb darslarimizda bu ma'nolar takror aytilgan edi. Allohni tanishdan keyin, Allohning ma'rifatidan keyin iymon paydo bo'ladi. Va iymonda eng asosi muhabbat va xavfga qurilgan bo'ladi. Xavf kimdan qo'rqadi? Odam tanigandan qo'rqadi. Tanimasa qo'rqmaydi. Nima uchun yosh bola qo'rqmaydi? Bilmagani uchun qo'rqmaydi. Keyin u bir marta og'zi kuysa qo'rqib qoladi. Masalan, bitta bolani chumol talagandi bir yoshligida. Chumollar kelib hamma joyini chaqib tashlabdi. Undan keyin choyni shammasini ko'rsa ham yig'laverardi o'sha. Chumol kelyapti deganda, ko'ziga chumol bo'lib ko'rinib. Insonda ma'rifat paydo bo'lsa, o'shandan keyin qo'rqadi. Allohni qancha tanisa odam shunchalik qo'rqadi, qancha tanisa shunchalik yaxshi ko'radi. Xavf bilan muhabbat bu ikkosini ustiga ibodat, shuni ustiga quriladigan asos ikkita rukun mana shu narsa. Ikkalasini ham asosi ma'rifat. Ma'rifat deganda Allohni tanish degani. Shuning uchun bizga eng katta muhtojlik tomonimiz shunda hammamizda. Olim va johil, katta kichik hammamizda. Muhtoj, kunlik muhtoj bo'lgan narsamiz Allohni zikr qilish, Alloh taoloni tanish, Allohga yaqinlashish. Buning uchun eng tanitadigan kitob Qur'on. Qaniydi imkon bo'lsa har kuni o'qisak Qur'onni. Qani har kuni Qur'on ma'nolari bilan tanishsak. Bu Qur'on Allohni tanishtiradigan kitob. Allohni tanishtiradi. Uni tadabbur qilsa odam, ma'nolarini tushunsa, o'z-o'zidan odam Allohni yaxshi ko'rmay iloji yo'q. Eng inson uchun eng katta narsa vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirgan odamlar Allohni shunchalik yaxshi ko'radiki, mushriklar butlarini yaxshi ko'rgandan ko'ra mo'min odam Allohni ko'proq yaxshi ko'radi. Chunki mushriklar butlarni yaxshi ko'rishi bir vahm va gumonlar ustiga qurilgan narsa. Lekin mo'min odam Allohni yaxshi ko'rishi asli haqiqatga bo'lgan qurilgan narsa. Chunki Robbimiz bizni yaratdi, rizq beryapti, lutf, marhamat qilyapti, rahmatini beryapti. O'ylab qarasangiz, kuniga qancha narsani Alloh beryapti. Hozir qancha lutfini berib turibdi. Mana shu turishimizda o'zi Allohning lutfi, rahmati. Agar buni sanasangiz tugamaydi. Faqat hamd aytasiz, hamd aytishingiz ham hamd aytishga muhtoj bo'ladi. Qanday qilib Allohning shukrini ado qila olasiz? Mana bunda inson ojiz qolganligini bilib, yana ham Alloh taologa qattiq berilib Allohni yaxshi ko'radi. Vallohi biz bu ma'rifatga, bu tushunchaga hammamiz muhtojmiz. Hammamiz, katta-yu kichik, olim va johil, hammamiz, erkak va ayol hammamiz muhtojmiz. Mana shu narsaga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak.
muammolarni hammasini yechimi mana shu narsada yotadi. Vallohu a'lam.